Kuniga 10 million savdo qiladigan dorixona bir oyda 300 million so'm umumiy savdo qilsa, agar 15% ustama bilan ishlaydigan dorixona 45 million so'm umumiy foyda bo'ladi. Endi agar shu 45 milliondan umumiy rasxodlarni ayirib chiqadigan bo'lsak, sof foydani oxirida ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, arenda 1000 dollar atrofida bo'lsa, 12 million atrofida chiqadi. Dorixona savdosidan kelib chiqib, agar 300 million so'm savdo qiladigan bo'lsa, u 1 yillik oboroti NDS solig'iga yetgan bo'lsa, 2 million 3 million so'm atrofida soliq chiqishi mumkin. Agar NDSga o'tmagan bo'lsa, 5 million 10 million so'm yana qo'shimcha to'lashga ham to'g'ri kelishi mumkin. Undan tashqari, xodimlar oyligi agar ikkita farmatsevt ishlatadigan bo'lsa, 5 million so'mdan 10 million so'm xodimga oylik to'laydi. Va bundan tashqari dorixona mudirining oyligi ham taxminan 150 dollar atrofida bo'lishi mumkin. Buxgalter xizmatlari uchun oyiga 1 million so'm, kommunal xizmatlar uchun 2 million so'm, dorilarning srok muddati o'tib ketishi tufayli ham taxminan 1 million atrofida rasxod bo'lishi mumkin. Chek qog'oz, rulon paketlar ham bir oyda 1 million so'm. Endi kuniga 5 ming 10 ming so'm kimgadir skidka qilib berasiz va bu ham bir oyda 500-600 ming so'm rasxod bo'ladi. Oylik abonent to'lovli rasxodlar, misol uchun dori qidirishda ishlatiladigan 1069, arzon apteka bot, oson apteka bot agar uchalasini bo'ladigan bo'lsa 1,5 million atrofida. Bundan tashqari aptekalar Optum firmadan eng arzoni bo'yicha dorini qidirib beradigan dastur uchun oyiga 1 million so'm va har bitta apteka individualni o'zidan kelib chiqib qo'shimcha tasodifiy kutilmagan rasxodlar bo'lishi mumkin. Mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Endi 300 million so'm umumiy bir oyda savdo qiladigan aptekani cho'nchagiga qancha sof foyda qolishini ko'rishinglar mumkin.